Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Aka ukalar, opa singillar, mana bitta zdaniya bor, sotkli торговый sentr qilsa ham bo'ladi. Mana bu yerda mo'ykasi ham bor, yonida yangi poliklinika oldida. Markaziy poliklinika markazining oldida. Assalomu alaykum barodarim aziz, opa xo'rom aziz. Mina jak zdania فروش هم آرنده متیا کسانی که خدای زنگ با معامله داره در سنتر بوده که نزدیک مرکزی سلامتی نوحه بوده که یکم میشم اینجا ده شخصه اینجا دیولورا خوی کده میشه آوسش هم خوی کده میشه وزی رای درنم نشون میتیم ای بیرونم کرچی من اکا کدر poliklinika markazini oldidamiz. Mana yerdagida Enskirayonda shu zdaniya ko'rib turgan shu zdaniyalaringiz sotiladi. Короче, sotilsa sotib olaman degan odam sotib olsin, yo arenda olaman degan odam olsin. Короче, ichlari remontlari bitgan bo'lishi ham mumkin. Bir ikkita joylari bor, eshik deraza qo'yadi, hammasi qoidaviy qo'ysa bo'ladi, harakat qilsa. Xohlovchilar sotib olsin shu zdaniyani aka. Mana shu Enskirayonda shu Petov bozordan shuncha kamgina yurasiz, shu zdaniya. Mana shu больницani oyonidagi. Apteka qiladimi, magazincha qiladimi? Hamma sharoiti bor. 3 etaj podval. Keyin bu 3 etajda почти. Ya'ni 3 etaj. Buni sotiladi. Sotiladi ham, arenda ham beriladi. Zo'r joy. Inshaalloh. O'g'on odam ham barakat topadi. Yerdagi odam ham xursand bo'lsa, agar joy zo'ray, dar больница, bemorxona, odam poliklinika no'yaji. Metroy doğru bo'lsa, menimcha metroy megira, qilyapti, ko'rishi. Ajoyib joy zo'ray. Xeyjo Evet, Gireton akıl boşa, belki ne yapacağım? Puanlı açılmışmış ha. Buymuş yani pregrotörün de olay o. Megra, mizan ekliş için ekliş buymuş ha. Tamam. Peş buymuş ha. Acayip olmuş ha. Sağ olun inşallah. Zormuş ha. Oşkana mümkün mi? Yagun çıkmıyor zora. Doktor okuşun medra mekra. Mesela bu aptekekne ne zora. Bu ideyi nav xudotona میدونید. Aha, şu zdaniya. Akalar. Bee'tibor bo'lmaysizlar. Shu videoni qo'ldan kelguncha yordam qilib parti gruppalarga tarqatingizlar. O'zimizlar olib qolsa yana yaxshi bo'ladi aka. Xayrlilar bo'lsa ham, janli bo'y bo'lsa, o'zimizning Tojikiston odami bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Yaxshi garaj tochka men bilishimcha, inshaalloh garaj tochka bo'ladi. Aniq bilan больница bu so'zi. Doktorlar hammasi kelib ovqat yeyish ham hammasi shu ichida bo'ladi-da, короче. Birinchi podvalni stoloy qilamiz, bu yerni stoloy hammasi bo'ladi. Kadar bu tarafta bozor, Safina, Petov hammasi shu tarafta. Bu tarafı больница, poliklinika. Bu taraf bu zdaniya sotiladi da, короче. Shu zdaniya sotiladi. Sotiladi, arendaga beriladi, mo'ykasi ham shunday. Mana shu zdaniya. Quyosh bo'lyapti. Normali. Mana ko'ringizlar akalar. Endi joy, короче, mo'yka, motoroj. Мотор, поторож хати, хамаш хати. Мефруша, ина бушка. Як тона, ака? Се тона и. Ижада бо чанд тона се да? Си тонага ина. Си тонага, ижада. Ина ха. Си тона бушка. Ина водопровод, ина олуш. О. Ай водопровод ми е? Ина ижама. Ижама? Аз бачои сурабия, а так. Ba yani izdaniye
Bu frukta میشه چند کوادرات aka общий 330 kvadrat, 3 etaj. Kaç etaj budur? یک metaj budur. Nasrofta bayağı Çıkıydım aka. İna ha. یک metaj. Kaç remontaj bu şurada gel aka. remont tam bir metre baş çantası içeride. Özbe. O. Üsüş. İcaşçı aka. Uşağım kalitkacı yazdım. Am borkulaş ha. Uşağım telefonu kalına kalitka alıyor. Ham xilay. Budur mümkün ha. Mahkeme kamera uca tipa ofise yazıyor. Ha, işçisi ha. Ama telefona ile sefona. Se xona ham xili. Ay bir taraf sefona, o taraf bu tarafa bakış. Sveter bakıştı mı buraya? Ham xili şaroit aka. Mıxa, hamisi de. Şu şahda. Ahırda. Şu zane. 3 etajlik. Kadarını hazır ko'rsatdim. Yo'q ya aka. Aroy tuvalet vana doxona. Burada tutsa. Ha, yine anten istodagi. Roman düzgün. Ikkita. Vanna, tualet hammasiga joy tashlangan. Ajoyib joy. Olgan kishi xor bo'lmaydi. Inshaalloh baraka topadi. Olgan odam bez problem baraka topadi. Ana shu zdaniya. Bu yerda birinchi etaj, 2, 3. Yakim etaj, deyim etaj, seymuş. Her etaj hesa 10 kvadrat ha. Ortası 110 kvadratdan kadar. Ana şu devol olunadi. Polnisda. Polnisda şu devol olunadi. Bu yog'im olunadi, oxirigacha aka. Olunadi. Bu Valensiya taraf. Yo'q, katta yo'l. Magazin, apteka qilgani zo'r joyda. Chasnikli. Ona kadar. Buna birinchi, ikkinchi etajda. Shu yer. İkinci etajda. 110 kvadrat. Ha, hammasi tayyor. Pregrokkalar bor, bo'lib olib, bari qilsam bo'ladi. Ha, har bittasi. Hammasi bittadan bo'ladi. Bu inson. 3-etajga chiqamiz ha. Misallarga ahamiyat bersangizlar, zo'r qo'yilgan, ajoyib. Standartni qo'yilganda. Qariya kishilarga ham bemalol chiqib tushgan zo'rda bu. Otaxon, onaxonlarimizga padoron, mudiron. Bularmi? Ha. O'shalar o'tiradi, 15-30 zavodiy kafelar. Zo'r sharoitda, bu yer idealnida, menga yoqdi. Otaxon, onaxonlarimiz sabun chiqadi-da. Ana 3-etaj akalar. Bu ha? Ha. Fotobo'kda hamma material bu. Xohlagan odam urib bo'ladi. Tayyorlab bo'ladi. Mana ha. Hozir ko'rsatganim balinsaning ichini ko'rsatgan edim akalar. Billaringizda bo'lsa, balinsaning ichi. Buyog'i. Короче, Safina taraf. Bu tarafda maktab bor, yaqinda. Karl Marx maktabi, ikkinchi nomdagi maktab. Ha. Bu tarafda Morif bor. Yaqinda ko'chib keladi. Mana shu zdaniya. Yaqinlashtirsak bo'lsa kerak. Mana bu zdaniya Morif zdaniyasi akalar. Zdaniya Morifay. Navsoxtasa joy xushro'y, obodiy, yagon, hamudi kortuna budmekina ko. İnşallah baraka miyoyin, liftagi odam.
Mana ham. Svet, montajda parona ko'p. Hammasi montaj ichidagi qo'ydaviya. Haqiqiy gronmeknik korta budmeknika, ina перегородка, hammasi ajoyib partiyaga, ina semroqati ichindagi ko, beni. G'ish bilan tergan, hammasi ajoyib. Siqish xat ichindagi ajoyib ayaklarni. Ashunga top kavzadagi bo'lishim kechirasizlar. Top kavzadagi uchun baxshi shakarjoni, ajoni xudo. Önce faqat fruxtam yashayapti. Fruxtam Короче, arendam etyapti. Zavodniklar. Ha, ko'rdim, hammasini ko'rsatdim u tarafda. Ugulda turibdi. Material pulning hammasi bor. Bu trezalar bor, yo'q, ha, Rahim aka? Faqat treza oladi, tamom. O'rtalarini bo'lib oladi. Mana shunda o'rtalarni перегородкаlarni bo'lib olasizlar. Ajoyib tarzda inshaalloh. Xonadonam yaxshi rohatlansa kerak. Alhamdulillah. Hamma sharoit bor, hamma narsa bor. Shunda yana moyka ham bor. Moykani ham ko'rsatgan bo'lsam kerak, akalar. Mana apparatlarni o'zi pastda ko'rsatdim. Videoda mo'da ko'rib borasizlar, hammasi bor. Mana akajonlar, mana shu syomkasiliklar hammasi patologlar shu ishlatiladi-da, shu zanyaniki. Kimga xizmat bo'lsa olsa zo'rda, hamma narsasi o'zining ichida savdo qiladi, ishlatadigan bo'lib. Hammasi zo'r, ajoyib, ideal sostoяние. Shunaqa. Mana bitta eshik, ikkinchi etajga chiqadigan, bunisi glavniy, bu yoqqa kiradigan. Bunisi 3 ta eshik, mana 4 ta eshik. Hammasi отдельно-da. Ya shu yerda bitta bo'lib olsa-ku, bizdan misol uchun ishxona biron ofis qilsa ham normal. 3 xona, 4 xona bo'ladi-da, 3 xona. Ha, 4 ta eshigi bor. Bo'lib olsa 4 ta katta xona bog'cha bo'ladi. Ha. Magazin. Birinchi etajni xolasi menga oshxona qilib qo'ysam zo'r bo'ladi. Yoki o'zi istamadi. Ha. Va ikkinchi etaj normal ekan. Ikkinchi etaj zo'r. Частный klinika qilsa zo'r. Ha. Teritoriyada oshxona yetmaydi, aytlar 700 so'mdan ishlaydi oshxona yo'q. Ana u yerda pastga borib keladi. Vokzal orqasiga. Mana shu yerda qilsa zo'r. Ikkinchi etajni qiladi, uchinchi etajni xolagani qilsa bo'ladi. Yo'q, bu podvalda qilsa, maytdan tepadan bit o'tiradi. Ha. Podvaldan ovqat pishiradigan joyini, kuxnisini qiladi-da. Yo'q, 2-3 etaj bo'ladi, zo'r bo'ladi-da. Ha, olgan odam rohat qiladi, inshaalloh baraka topadi. Ma'rif keladi, klient ko'payadi. Yonida maktab bor. Ha, Tembo'li maktab bor. Ertaga bozor bir qadam. Ha, Safina bor. Bozor Xrokovor bor. Yana plus masjid ham yonida. Masjid yonida. Bu tarafda masjid bor, 5 vaqtli, u tarafda Avliyobo'ni masjidi bor. Jumaxona ha 5 vaqtli u yoq ham ochiq turadi. Hamma sharoiti bor. Konkretniy. Hozir mo'ykasini ko'ramiz aka. Akalar, mana shu yo'q Ma'rif, yo'q maktab, ikkinchi maktab bu tarafda, yonida. Keyin mana mo'yka. Keyin zdaniya. Ha, короче, yaxshi ishda, короче, aytganda, unda aytganda. Mana shuncha joy sotiladi ham arendaga beriladi. Berpavorov bo'lmaysizlar. Narxi kelishiladi akalar. Telefon qilasizlar, telefonda hammasiga javob beradi akalar. Mana shu zana, короче. Shuncha mo'yka, keyin hozir ko'rgan videodagi zdaniya 3 etajlik. Zo'r idea aka. Tagi podvali-ku. Nasa oshxona qilsa, ikkinchi etajga oshxona, ovqat pishiradigan, tushib hammasini qiladigan joy bo'lsa, ikkinchi etajga odamlar o'tiradi, uchinchi etajga VIP qilib katta klientlar o'tiradi. Shu hammasi zo'r bo'ladi akalar. Inshaalloh
Yaxshiroq nomerlarni qoldiramiz. WhatsApp larni qo'yib qo'yamiz. Shu telefon qilasizlar. Shu pastda bo'ladi nomeri. Videoning pastiga sanasiga yozib qo'yamiz. Shunaqa gaplar akalar. Aha. Bu mahalla kirasiz. Yo'q, uyda короче. Shundan shu yo'q. Yo'q, uy. Bu uyoni ko'rdingizlar akalar. Namoyga. Bilsangizlar, mashina pochini bilan savdo qilib olsangizlar bo'ladi. Zafira ham Dutina. Bo'ladi, savdosi bo'ladi akalar. Endi mahallaya, короче, akajono. Takal Maksay, Noyabdagi.